Hammaga salom. Bitta yangilik paydo bo'ldi Exness'da. O'zingiz akkauntingizga kirasiz Exness'dan, Exness Direct deb yozsangiz kiradi va mana bu joydan Exness Benefits deb bitta tushiradigan bo'lsangiz, mana bu joyda Rewards agar paydo bo'lib qolsa, bu yaxshi. Bu hammada emas, sekin-sekin payetapni hammaga qo'shilib kelyapti. Agar sizga navbat kelmagan bo'lsa, qanchadir kundan keyin yo oydan keyin urinib ko'ring. Mana bu joyda Rewards paydo bo'lib qolgan bo'lsa, bu degani siz savdo qilaverasiz, o'z shotingizdan savdo qilganingizda qanchadandir toma sizga kelib turadi va ana shu yig'ilib qolgan summani keyin cashback sifatida yechib olsangiz bo'laverar ekan. Endi bu hozir bitta shot bunda yo'q ekan. Endi mana bu ikkinchi akkauntimiz, bu endi boshqa akkaunt. Bu boshqa odam nomida, bu boshqa odam nomida. Bu joyda mana Exness Benefits, mana Exness Rewards turibdi. Shuni bitta bosadigan bo'lsak, mana bu joyda endi men hozir aktivlashtirib qo'ydim. Kichkina bosadigan tugmasi bor. Hech narsasini o'zgartirmaysiz. Mana bu joylarni faqatgina ana shu kichkina bosadigan tugma menda уже bosilib bo'ldi. Men o'zim bugun faollashtirdim. Bosib dali qilib ketasiz va mana bunaqa bo'lib qoladi. Shuni o'zimiz ham endi mana ishlatib ko'rishimiz bu yangi qo'shilgan funksiya ekan.